Assalomu alaykum. Albatta birinchi navbatda Buxoro jamoani g'alaba bilan tabriklayman. O'yin qiyin bo'ldi, albatta tushuntirardi, что Buxoro yaxshi himoyalanadi. O'yinni buzishga harakat qiladi. Shunaqa ham bo'ldi, oson o'yin bo'lmadi. Albatta bitta vaziyat, bitta gol hammasini o'zgartirishi mumkin edi. Vaqtida urolmadik, harakat qildik, albatta ko'p imkoniyatimiz ham bo'lmadi. Bunga Buxoro ham bermadi. Xatolarni albatta ko'rib oldik va albatta gol urganimiz yaxshi bo'lmadi. O'ylaymanki kamida o'yinni olib chiqishimiz kerak edi, ammo vaziyat shunaqa bo'ldi. Gol urdik va himoyani yorib o'tish qiynaldik. Umuman olganda sezon boshi o'ylaymanki bu kamchiliklardan to'g'ri xulosa chiqaramiz. Vahimani joyi yo'q, o'ylaymanki keyin o'yinga tayyorgarlik ko'ramiz. Bu murabbiylar uchun aniq, yana nimani ustida ishlashimiz kerak, yana nimani kuchaytirish kerak degan narsani anglatadi. Har bir mag'lubiyat, shuning uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Albatta o'rganib chiqdik Buxoro jamoasini nima o'ynayotganini. Prinsipi o'ylardik nima orqali o'ynaydi, shunga tayyorgarlik ko'rdik va biz nima qilishimiz kerak. Qattiqlik o'xshadi, qattiqlik o'xshamadi, lekin umuman olganda o'ylaymanki bu ham biz uchun foydali o'yin bo'ldi. Shu kamchiliklar ko'rish uchun, xatolarni ko'rish uchun va yana ham kuchli bo'lamiz, harakat qilamiz. O'ylaymanki sezon boshi o'yinlar ko'p, hammasini joy-joyiga tushiramiz. Qanday qiynab qo'ymayaptimi? Albatta ular o'zi oxirida qo'shildi. Ko'pi Katya ham, Fernandes ham, Husayn kelgani yo'q. Qolgan bolalar ham menimcha yaxshi darajadagi futbolchilar. Bu umuman biz qaraymiz, bor mahsulot bilan harakat qilamiz, yana kuchli bo'lamiz. Chunki har bir futbolchiga ishonaman, kuchiga ham, mahoratiga ham. Albatta menimcha har bir jamoa bunaqa himoyaga qarshi qiynaladi. Chunki raqib jamoa yaxshi kurashdi, har bir jamiyatda imkoniyat bermaslikka harakat qildi. Endi biz ozgina to'g'riroq o'ynashimiz kerak edi. Albatta qaysi bir situatsiyada yaxshiroq o'ynadi, lekin ko'proq shuni qilishimiz kerak edi. Ko'ramiz, bu muammo bas deb o'ylayman. Hali o'yinlar ko'p, o'yindan o'yinga kuchayib boramiz. Albatta mag'lubiyat hech qachon yoqimli emas. Har doim ta'sirini qiladi, lekin o'ylaymanki bu mag'lubiyat bizni yana kuchli qiladi. В принципе, играет, в принципе, компактно играет, от обороны разрушает, в принципе, и сам не играет, и другим не дает, все знаем. В принципе, я-то с ним сталкивался, с Олимпиком, с молодыми ребятами, где-то сильно не хватало. Сегодня, в принципе, ребята были более опытные, но, видно, где-то не были доработки, которые могли бы улучшить и добить этот результат. В принципе, у них тоже такого момента не было, чтобы они могли сегодня вытащить. Один стандарт все перевернул. И у нас, в принципе, уже прям сказать, что много моментов было, не сказать, только после уже 1-0 уже был ситуация, где мы могли вытащить эту игру. Но сегодня нашли, раз один момент залетает, а мы, в принципе, нашли даже полмомента не залетает. Но я думаю, это хороший вопрос для тренера. Я здесь вашу ситуацию нормально принимаю и понимаю, что надо улучшать, что надо делать для этого. С молодым понятно, что они более дисциплинированно выполняют, что ты говоришь. Здесь надо будет все находиться в те ситуации и общий язык, где лучше использовать, как ситуацию использовать. Но это от игры к игре будет проходить, потому что у нас времени не так достаточно было, что у нас новая команда и практически много изменений, и на сборах у нас полноценно мы не провели сборы, что в какой-то игре уже 100% 2-3 игры мы уже сыграли. Нет такого, потому что на первый сбор сборники уехали, их практически не было, потом приехали, потом легионеры поздно добавились, из-за этого у нас еще команда раскачивается, еще взаимное понимание и по линиям, и по тем ситуациям, чтобы и нам, тренерам, понять, как лучше использовать. Это для этого времени надо. И вот эти игры нам
Понятно, что это уже официальные игры, но отыграть в игре, я думаю, мы будем еще лучше. Ну, aynan mana shu uchrashuv bizga ko'p narsaga oydinlik kiritadi, chunki baribir yorib o'tishda yana boshqa uslularni qo'llasak bo'lardi. Albatta bu o'yinda tahlil qilamiz, bolalarga ham ko'rsatamiz va keyingi safarga yana ham to'qnashib kelsak, biz уже yana ham gрамотныйroq bo'lamiz, bilamiz nima orqali yana ham vaziyatlardan foydalansa bo'ladi. O'shaning uchun albatta komanda ochiq o'ynasa ko'proq osonroq bo'ladi, lekin yopilgan jamoani ham to'g'ri agar yo'naltirsak, u demakki bu ham osonga olib keltiradi. Novchayev qachon safga qaytishi mumkin taxminan? Hozir Licheniyada, Italiyada, Licheniyada deganda o'sha reabilitatsiyasi tugagandan keyin keladi qo'shilib. Ko'rdik, birinchi uchrashuvdan ham ko'rib oldik, standartni bolalarga ham tushuntirdik, nima orqali xavfi bor, kim orqali, o'sha epizodda ko'rdik, bemalol o'sha blokdagi o'yinchilarimiz ozgina xatoga yo'l qo'ydi, chunki bemalol o'yinchi kelib sakrab turyapti, hech kim to'sqinlik qilmadi. Shuning uchun bu individual xato. Demakki buni ham ko'rib chiqamiz. Prinsip standartiga tayyorgarlik ko'rdik. Yo'q, bu standartda biz ham o'tgan o'yinda standartdan o'tdik, tayyorgarlik ko'rdik, standart ustidan ishladik. Bu safar ko'rganingizda immunitet to'p ham o'sha joyga keldi, sakrayotgan joyiga. Ozgina teparoq ham ketishi mumkin, boshqa joyga ham kelishi mumkin edi. Albatta bunga imkoniyat berdik, shunaqa bo'lib qoldi. O'shaning uchun har bir o'yinga baribir standarti ham, boshqasi ham xatolar o'ynadi. Uzoqdan albatta imkoniyat bo'lganda tepishdi ham, unga tayyorlash kerak. Menga qolsa ko'proq o'sha shtrafnoga to'p yotqizish kerak edi, kam yetkazdik. Ko'p ishladik, albatta Buxoro jamoasi ham deyarli hamma bo'lib himoyalandi, imkoniyat bermadi, lekin ozgina sabrli qilib, lekin vaziyat bo'lganda o'sha shtrafno ichiga ko'proq to'p yetkazishimiz kerak, balki kurashishimiz kerak, imkoniyat ko'proq bo'ladi. Oxirida buni qo'llashni boshladik. Bunga qaramasdan albatta kattadir imkoniyatimiz bo'ldi, oxirida u ketish kirmadi. O'shaning uchun qaraymiz, Tepani bu o'yindan biz to'g'ri xulosa chiqaramiz, tahlil qilamiz. O'yindan keyin safar yana bunaqa to'qnashib kelsa уже ancha yaxshiroq bo'lamiz.